Bu savolga javobni hali hech kim topa olmadi. Eshiting, o'qiyman. U suvda dunyoga keladi. Quyosh esa uni tarbiyalaydi. Uni ayollar deyarli har kun ko'radi, erkaklar esa gohida. Assalomu alaykum. Navoiy telekanalida Mening oshxonam ko'rsatuvi va men boshlovchingiz Zulayho Ahmedova. Bu savolga javobni ko'rsatuvimiz mehmonidan so'raymiz. Tanishing, yozuvchi, rejissyor va muallif latofatli Madina Mo'minova. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Madina opa ko'rsatuvimizga. Marhamat tomoshabinlardan so'rash. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Shu ko'rsatuvga taklif qilganingiz uchun katta rahmat. Men juda minnatdorman. Minnatdormiz biz ham. Savolga javobni topdingizmi? To'g'risini aytsam topa olmadim. Topa olmadingiz. Unday bo'lsa, tomoshabinlardan javobni kutib qolamiz. Internet sahifalarimizda, Instagram sahifalarimizda javobingizni yozib qoldiring va biz albatta sizlar bilan bog'lanamiz. Marhamat. Rahmat. Madina opa, oshxona ko'rsatuvi sizga begona emas. Bizning ko'rsatuvimizda maxsus konvertlar bor va bu konvertlarning ichida siz tayyorlaydigan taomlar yashiringan. Xo'p, bittasini tanlashingiz kerak bo'ladi. Qaysi taomni tayyorlashingizni bilib olamiz. Marhamat. Qaysini olasiz? Xo'p, nima chiqdi? Ajoyib salat va udon lapshasi. Bu taomlarni Turon restorani bosh oshpazi Alijon bilan birgalikda tayyorlaysiz. Alijon, taomlarning nomi juda ham noyob ekan. Ajoyib salat va udon lapshasi. U qanaqa salat? Bizning salatimizda svekli apelsinim bo'ladi. Bu Lavlagi. o'zimizning lavlagi, apelsin, o'zimizning basay mягкий karamizdan tayyorlanadi. O'zimizning firmenniy sousi. Qilib beramiz, xudo xolasa, ko'radilar. Udon lapshaga kelsak, bu pana aziyatskiy kuxniyadan olingan bo'lib, ana souslari ham cheraki bo'ladi, boshqacha bo'ladi. Davomida ko'rib, xudo xolasa noldan o'zimiz tayyorlaymiz. Bo'ldi, birgalikda tayyorlaymiz. Unday bo'lsa, masalliqlarni olib kelamiz va taomni pishirishni boshlaymiz. Demak, masalliqlar tayyor. Alijon hamma masalliqlarni muhayyo qildilar. Xo'sh, bizga nimalar kerak bo'lar ekan? Ajoyib salat uchun. Ajoyib salat uchun bizga kerak bo'ladi yumshoq karamimiz, Karam, yong'oq, kashnij, lavlagi kerak bo'ladi, pishloqli shirimiz kerak bo'ladi, asal, apelsin sharbati va apelsina. O'zi va zaytun yog'i. Zaytun yog'i. Xo'p, ishni nimadan boshlaymiz? Albatta karamdan. Demak, mana sizga karam. Rahmat. O'zimizga kerakli miqdorini olib olamiz. Buni boshlanishida Madina opa, menga ko'rsatsangiz, bu yog'idan kesib olamiz. So'ngra bir donadan bunaqa chiqarib olamiz. Madina opa, taomnomangizga yana bitta ajoyib salat qo'shildi. Uyda tayyorlab ko'rishingiz mumkin. Albatta, juda xursandman o'rganayotganimga hozir. Bizni ko'rsatuvimiz juda manfaatli, ham o'rganasiz, ham mehmon bo'lasiz. Endi buni Madina opa bir donasini olib, bunchasida bizga kerak bo'ladigani faqat barglari. Bunaqa joylarini biz qattiqroq joyini olib lag'monga ishlatsak ham bo'ladi. Lag'monga ko'proq o'sha joy ishlatiladi. Bunaqa joy ishlatiladi. Bizga bargi kerak bo'ladi. Demak, karamni uvol qilmaymiz. Uvol qilmagan holatda hamma tomoni ishlatiladi. Buni to'ralaymiz. Buni qo'limiz bilan uzganda uzib tashlaymiz. Yaxshi. Karam mahsulotiga ko'p pichoq tegsa, bu уже sarg'ayib, qizarishni boshlaydi. Yo'q, reaksiya kirishar ekan. Undan keyin mahsulotdan foydalana olmaymiz. Mana buni solamizmi? Bu yoqqa sovurasiz. Esingizda bo'lsa, Yoshlar telekanalida Lazzat oshxonasi ko'rsatuvi bo'lardi va ana shu ko'rsatuv muallifi Madina Mo'minova edilar. Ko'rsatuvni O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Abdurayim Abduvahobov boshlovchilik qilar edilar. Ana shu ko'rsatuvni suratga olish, tasvirga olish jarayonidagi o'sha xotiralar bilan bo'lishsangiz. Qiziqarli anaqa voqea. Abdurayim aka masalan juda xursand bo'lardilar. Bir pasda mana o'zi televideniyani o'zini anaqasi sirlari bor-ku. Oyiga 8 marta kimdir efirga chiqsa, butun mamlakat tanib o'sha yulduz bo'lib uyg'onadi. Bir oydan o'sha paytda. O'sha payt o'zi bu televideniyani qonuni. Tanimaydigan odam qolmaydi-da. Bir yil o'tgandan keyin xafa bo'lganlar.
Mani Nega? bironta kinoga taklif qilishmayapti, chunki men televideniyada mana shu anaqa obrazini уже o'zimga ilib oldim. Sen oshpazsan deb, hamma Ketdim shu rejissyorlar menga obrazda, shunaqa deyapti deb xafa bo'layotgandilar. Oldin siz hech qachon meni chaqirmaysiz, nimaga meni chaqirmaysiz deb yurardilar. Shaytanatda botqani rollarni o'ynaganlar. Televideniya shu hammani yulduzga aylantiradi ekan. Madina opa, mana salatimizni tayyorlash jarayoni davom etmoqda. Alijon sizga nimadirni ishora qilyaptilar boydan beri. Madina lavlagini Lekin lavlagini hozir qo'lqopsiz Kela qolayman. unda mana sizga Uni o'zingizga topshiramiz. apelsin almashamiz. Qarang, men mehmonlarimni ham Apelsin. o'ylayman, qayg'uraman. Manikyurlari buzilmasin deb. Yo'q, katta rahmat. Men просто qo'lqop bilan sal qo'polroq bo'ladimi deb o'shanga qo'lqopsiz. Apelsinmi? Ha. O, ehtiyot bo'ling, pichoq juda ham o'tkir. Aha. Terisidan sekingina kesib olasiz. Terisidan olgan holatda 3 bo'lakka bo'lamiz. Madina opa, sizni hozir tayyorlash jarayoningizdan shuni tushundimki, oshxonada juda ustamonsiz. Ha. Hali ko'rsatmaslaridan bajaryapsiz ishni. Yo'q, Qarang. bo'ldi, men bitta tushunib olsam bo'ldi. Chunki endi o'zbek ayollari hammasi ishxonada ham, oshxonada ham juda tez ish qilish kerak. Ko'rdinglarmi? Hamma narsaga ulgurishga. Xo'p, davom etamiz. Shunday Lavlagini o'zingizga topshirdik, Alijon endi. Apelsin bilan birgalikda qo'shib salat qilinadigan nima birinchi marta eshitdim. va aralashtiramiz. Ha, Apelsinlarni Madina opa bu yoqqa solamiz. Bo'ldi. Ichiga. Lavlagini ham bu yoqqa solamiz. Madina opa, kadr ortidagi mehnatning o'ziga yarasha zahmati, shirin lazzati bo'ladi deyshadi. Siz uchun ana shu ijod lazzati nimada? Menimcha ijodga o'zi ijodni sevadigan odam keladi. Inson shunaqa Da, bo'ladi. Inson san'atni sevib, kuyib, mana shunaqa qanaqadir intilib, ilhomlanib yurmagan odam ishlamaydi, chunki juda qiyin soha. Mana tundumaloq shalari. Yaxshi. Ijod lazzati sizda o'sha qaysi jarayonda maza qilasiz? Ijod siz xuddi bu konstruktorlar anaqasi ishida edi. Siz qanaqadir narsani o'ylab chiqarsangiz, eng qiziqi buni masalan syomka qilish, oxirida montaj qilish, ovoz berish, oxirida nima mahsulot chiqishini tomoshabinga yoqqani yoqmaslik bu sizni eng katta baholaydigan narsa. Mingta mukofot bo'lgani bilan, mingta qanaqadir kritik spetsialistlar ko'rgani bilan mana shu tomoshabinlarni anaqasi baholanishi bu hech narsa bunga yetmaydi. Hech kimni aldolmaysiz qilayotgan ishingizni qanaqadir majburlab yoqtira olmaysiz. Majburlab o'tkazib ko'rsin deb anaqa qila olmaysiz-da, majburlay olmaysiz-da. Alijon, siz uchun ijod lazzati qayerda? Endi tabiiyki oshxonada, lekin qanday, qaysi jarayonda siz o'sha maza qilib ishlaysiz? Mazza qilib ishlaydigan joyim albatta ishxonamda. Uyda qilgan mahsulotimizdan ko'ra oshxonada qilgan mahsulotimiz, ya'ni oshxonadagi boshqacha chiqadi. Siz qaysi taomni ishni maza qilib tayyorlaysiz? Dam olgan paytim ham uyimda xrustashi baqlajon qovurilgan, ya'ni Juda ham ommaga kirgan bir salat Buni ham hozir. hamma qila olmaydi. Masalan, uyda men anaqa qilib ko'rganman, hech ham o'xshamadi. Menda ham o'xshamagan, to'g'risi. O'xshata olmagan. O'shani ham sirlari bor. Ozgina sir salomatlari bor. To'g'ri. Baqlajonlarimiz Aytishmaydi. qasr-qusur bo'lishi uchun o'zimizni uydagi mahsulotimiz yog'ida qasr-qusur unaqa chiqarib bera olmaymiz. Chunki yog' mahsulotimiz ko'p bo'lishi kerak bizani. Qo'yish kerak, to'g'ri. mana shu Cho'k turish kerak. qo'shilayotgan payti ham Shunday. o'zi bor-da, o'shanga ham. Yo, yana boshqa siri bor. Men kraxmal bilan ko'rdim, o'xshamadi. Ayta olasizmi o'sha sirni? Buni albatta siri baqlajonimizning mazasida. Aha. Biz baqlajon tozalab kesib olgan holatda suvga bo'ktirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va bizga kerakli mahsulot chesnok, timyan, rozmarin va uni o'simlik yog'i bilan blenderimizdan aralashtirgan holatda Yana nimadir bor? Aytmayapsiz. baqlajonimizga qo'ygan holatda va so'ngra olib 2-3 soat miqdoridan keyin biza kraxmalga botirib uni pishirsak
biz xohlaganda qarsildoq bo'lib chiqadi. Yo'q, baribir aytmadingiz, mayli. Bular ham aytmasa o'zi kerak. diktofonga yozib olsam bo'lar ekan. Hozir mana shu narsalarni bilganimda o'zim o'rganib olardim. Bo'ldi. Davom etamiz. Bizaga mana apelsin sharbati. Buni qo'yasiz. Buni aralashtiramiz. O'zi apelsin to'g'radi sharbati. ichiga, endi sharbat ham Va solasiz. Ajoyib, haqiqatdan ham ajoyib ekan bu salat. 100 gramm bo'ladi apelsin sharbati. Alijon, salatni aralashtirish jarayoni qoldi menimcha, to'g'rimi? Xuddi shunday. Madina opaga topshiramizmi? Kim qiladi endi bu ishni? Bizaga aralashtiramizmi? qo'lqopda aralashtirganimiz ma'qul. Hop, sabab. Aralashtirganimiz sababi Ha, qo'l bilan ozgina demoqchisiz. qo'l bilan. Aha. Lavlagimiz Demak- ozgina ezilib, ranglari Ha, rangi chiqishi karom, kerak. yumshoq karomlarimizga o'tadigan holatda. Bo'ldi, demak Qizil salat bo'lar ekanda endi. Xuddi shunday. O'zi oyim aytardilar har doim. Bismillah deb ovqatni boshlash kerak. Salat qilyapsanmi yo boshqa bironta. Albatta, Nima har bir chunki- ishni Ha. bismillohdan boshlash. Kindigi ham kayfiyating ham yaxshi bo'lishi kerak deydi, chunki o'sha ovqat bilan bilan boqasan To'g'ri, deydi. to'g'ri. Endi navbat buni- nimaga? Ha. Buni likopchaga solamiz. Va mana salatimiz so'ngrida buni mana Sharbati, Sharbatini mushamat sharbatlarni ustiga. qo'yish kerak. Bu eng asosiy mazali yanada joyi-ku. Mazali Quyib olamiz. quyib olamiz buni. Bu parhezbob salatga o'xshadi meni nazarimda. Ha? Xuddi shunday. Ko'pincha ayollarimizning salati. Oxiri mana Madina opa, bu pishloqli sir emas. Buni o'zingiz qo'yib chiqasiz. Sirlarini. Orqasiga mana bunaqa ushlab Chiroyli olasiz. qilib endi Mana sizga o'zingiz ko'rsatib beraman. Mana. Mana. Oldi. Mana. Shunaqa Bo'ldi, qilib, bo'ldi. Atrofiga, Qo'yib, ustigacha. atroflariga. Ha, o'rtasiga ham qo'yaman. xuddi shunday. Yong'og'imizni Ustiga sal, yo'q, ustiga, atrofiga ham. yon atroflariga sochib chiqasiz. Salatimiz tayyor bo'ldi nazarimda. Ha. Endi buni faqat yeyish qoldi. Albatta. Xo'p, ikkinchi taomimiz qachon tayyor bo'ladi? Hozir shu yerni o'zida boshlaymizmi? Buni Haligi to'g'riladigan narsalari bor. Давайте ichkarida to'g'raymiz. to'g'raysizlarmi? Yo'q, men uni olib chiqaman, o'zlari to'g'rilaylarmi? Да, давайте to'g'rayman. Mayli. To'g'rab tashlamay Svetofor. yechib Ana, boshlaymiz. bugun to'g'rash uchunmi, boshqalarga ish qilish uchun keldilar. Demak, asosiy taomimiz uchun ham masalliqlar keldi. Go'sht, Mol go'shtimiz. mol go'shti menimcha tayyorlangan. Pare- Tayyor. Madina marinovka bilan ham kelishlari ketdilar. uchun tayyorlab qo'ydim Oshpazimiz hammasini. sizga oson bo'lishi uchun qarang, hammasini qo'yaptilar. Soya, Soya, so'zi, aha. kunjut yog'i, Aha. Kunjut yo'q. Sedana. Sedana. Kunjut bu, sedana emas. kunjut, Aha. lozijon, jandiq, Jandu. Jandon. bolg'ori, pirslarimiz. Jandon Piyoz. konservirованный jandonmi? Yo'q. Go'sht. Yangi, свежий. Свежий. Tabiiy, barra Tabiiy. deydi-yu, barra. tabiiy. Xo'p. Nimadan boshlaymiz ishni? И udon lapshasi. Udon lag'monlari. Udon Buni- lag'monlari Qarang, do'konlarda sotiladi. Tayyor Qarang, lag'monimiz. tomoshabinlar, bu tayyor sotilar ekan. Shuning uchun udon lag'moni uchun maxsus lag'mon ekan. Maxsus. Xo'p, nimadan boshlaymiz ishni? Boshlaylik. Biz bolg'orlardan boshlaymiz. Hop. Sizga men Madina bitta ko'rsatib beraman. Kesilishlarini bu yog'iga davom ettirasiz. Doimgidek olamiz. Sirtqi bolg'orskiy tomonni go'sht qismini olamiz. Mana 3 qismdan iborat bo'ladi bolg'orimiz. Qolganini ham qilib yuborsak nima bo'ladi? Keling, men qarashib yuboraman. Madina opa, Tohir Zuhra birinchi musiqiy filmining muallifisiz. Ana shu filmning muvaffaqiyati nimada? Katta mehr bilan bizani madaniyatimizga qiziqib, yaxshi ko'rib, haqiqatdan sevib, bizani madaniyatimizni, urf-odatlarimizni shu narsani qilganimiz uchun balki shuncha shu darajaga chiqib kelgan. Men ham shunaqa fikrda edim. Menga Amerikadan telefon qilishdi, Queensda sotilyapti sizlarni kinoinglarda. Ular men bu video kassetada, oldin video VHS kasseta edi. Shunaqa kassetada hamma olib chiqib ketgan, Yaponiyaga, Amerikaga, anaqa Yevropaga olib chiqib ketishgan. O'zligisi ko'chirib, yangi men bu disk anaqalarga o'zbeklar yashaydigan joylarda tarqatishgan. Bu kino o'zi bizani mana shu O'zbekistonligimizni bildirardi. Qo'shiqlar, askarlar, joylar, mana bu Hammasi mujassam. Hammasida qanaqadir juda chiroyli narsa chiqqan. Lekin men hozir masalan orqaga qarab shu anaqa professional darajada bu kinoga qarasam, конечно, juda
anaqa juda yosh edim. Birinchi qadam Yosh edi. bo'lishingizga qaramasdan birinchi qadam va o'sha aytganimizdek hammamizga sevimli bo'lishga ulgurgan film hali hamon maza qilib sevib tomosha qilsa bo'ladigan film Rahmat. bo'lgan. Onasi bedanalarga suv bermabsiz-ku. Shu bedanalarsiz o'lmadi, men qutulmadim. Bu yoqqa keling, choyingizni ichib oling. Hop. Endi qarab turish kerak-da. Kuni suv bo'lsa, suv bo'lmasa bularga qiyin, o'lib qolishi mumkin. Bismillahirrohmanirrohim. Buni ekan ertalabda. Qo'shningiz nahorga oshga chaqirib ketibdi. Shokirjonmi? Nimaga osh beradi bu? To'y qilyapti. O'g'lini uylantiryapti. Shekari, shu o'g'lni o'ylatiryaptimi? Ha? Malades. Voy. Sizni o'g'lingiz yo'q, ha? Bitta yagona o'g'lingiz bor. Shuni ham uylantirib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Qachongacha yuramiz? Odamlarning oldida uyalib ketdim. Boshlandi. Boshlanadi ham, har kuni boshlanadi. To'y qilmagunicha boshlanadi. Biz ham bunda orzu havas ko'rib, to'y qilmaymizmi? Kerak emas shahlo ko'zlaring, kerak emas sumbul sochlaring, qalbim uchun kifoya sening shirin so'zlaring. Biz ikkinchi qismini ham olganmiz, syomka qilganmiz. Xabarim bor. 10 yildan Tohir keyin. Zuhra 2 Yo'q, Dada emas, ada emas, dada. Ha. Ada emas, Dada. dada. 10 yildan so'ng mana o'sha qahramonlar endi xotinni Tohir Sodiq o'ynagan, Tohirga emas, o'sha qahramonni ismlari ham, bosh qahramon ismlari ham Tohir qo'ygan. O'shaning uchun Tohir Sodiq tanlaganmiz. Endi ikkinchi qismida Obid akaga xotin qidirishga tushganda biz qahramonlar biroz qiziqarli bo'lgan. dadalariga xotin Kulib, qidirgan. maza qilib olganmiz. Rahmatli Abdurahim aka тоже ishtirok etganda bir nechta mashhur aktyorlarimiz. Davom ettiramizmi? Davom ettiramiz albatta. Madina opa, endi bu bolg'arlarimizni Ko'rsatib bersangiz, ha. uchburchak shaklida kesib olamiz. Bo'ldi. Qo'llaringizga ehtiyot bo'lgan holatda. Qani uchburchak bo'lmayapti-ku. Mana chetidan olamiz deb diagonal. Ba'ziga ham katta san'atda. Shu yuqorida aytganingizdek, bezatishda ham gap ko'p dedingiz-ku, mana to'g'rashda ham bir san'at bir yo'nalishi borda, bir boshqacha to'g'rash kerak. O'rganish ham zo'rda, yangi narsani o'rganish bu anaqa juda muhim, kerakli narsa, chunki hech qachon Alsgeymer kasallikka Chalinmaydi. chalinmaydi. Xuddi shunday. Menimcha tirikroq qilib Shunday pishiramiz, etib. unaqa Xuddi shunday Madina opa. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'atkor Tohir Sodiqovning o'sha aktyorlik mahorati kashf etilgan birinchi musiqiy filmlari. Ular bilan ishlash jarayoni qanday kechdi? Qiyin bo'lmadimi? Navruzga bag'ishlangan kinoda ham olganmiz. Demak, Tohir Zuhra yangi talqin kinodan oldin Navruz fantaziyasi degan kino olganmiz. O'sha yerda Tohir Sodiqov hamma xonandalar qatorida oddiy navoiychilarni o'ynaganlar. O'shanda men kamerada ko'rdim, juda istarali edilar. Oldimga kelib, Madina opa, menga bosh rol yozib bering, meni anaqa kuchim yetadi, men xohlaganingizcha qilib beraman, o'ynab beraman deganlar-da o'shanda. Men o'yladim, rostdan ham juda kamera yaxshi ko'radi endi Tohirda, такой mana bu yamichkalari hammaga yoqadi. O'sha kino chiqqandan keyin shunaqa bomba bo'lib chiqqan, hammaga yoqib, hamma o'sha qo'shiqlarni aslida bir-biriga ko'chirib. Da, o'shanda biz Yulduz Usmonovani yangi yilda yig'inli qilib berardilar-da. Tohir Sodiqov o'sha anaqaga kelganlar. Shu konsertga kelib oldimga o'tirib, Madina opa, bilasizmi, qanaqa katta ish qilgansiz? Siz menga yordam bergansiz. Men yangi kasb o'rganib, mana shu kinolarda chiqib, shunaqa hozir
hamma meni tanimaydigan odam yo'q, men rosa sizga minnatdorman deb aytgan. O'shanda men voy Tohir o'zi zo'r bola ekan-ku, uni orqasidan quvlab o'sha syomka paytida urishaverardim. Har doim o'zim yosh edim, baribir anaqa qilardim. Endi men o'zimni men o'zim chaqirganimga har doim anaqa orqasidan yurib stroyt qilib anaqa qilardim, deb urishib yurardim. 10 yildan keyin qiynalganim esimdan chiqarib, yana chaqirganman ikkinchi qismiga. O'shanda aytganman, men qanaqa ahmoq boshim bilan yana seni chaqirdim deganman. Lekin biz yaxshi do'stmiz, men rosa anaqa hurmat qilaman, qo'shiqlari juda. Demak, taomlarni pishirishga o'tamiz, oshxonaga o'tamiz. To'g'rimi? Hamma narsa tayyor. Xuddi shunday. Hammamizni kesib oldik. Men ham yordam beraman. Mana shu lag'monchalarni men olsam. Aha, keling. Ketdik, birgalikda pishiramiz. Madina opa, Bir kam dunyo serialining muallifisiz. Serialdagi soundtrack, o'sha ijro alohida mavzu. Ana shu soundtrack talash ham bo'ldi-da. Men qiynalaman bu masalaga javob berish, chunki bu xonandalarni qanaqadir tanlovi, Sevaraxon boshqacha muzikalarni tuzib o'zim alohida aytaman dedilar, chunki duet orqali aytishgan, ular birgalikda Rashid aka bilan. Ijodkorlar orasida albatta qanaqadir tortishuvlar bo'ladi. Masalan, ssenariy yozsam ham rejissyor bilan biz sporlashamiz. Baho berish bu narsaga men tortinaman, chunki men Sevarini ham juda yaxshi ko'raman, juda hurmat qilaman. Rashid akani, Shuhrat Zakirovni juda mashhur, talantli va bastakorimiz. Qo'shiq baribir hammani mehrini qozondi, mehrida hammani yuragini olib qo'ygan. To'g'ri. Qo'shiq, men juda xursandman. O'sha ikkala ijrochida ham qo'shiq juda o'zgacha yangragan. Rashid akani ovozlarida ham juda chiroyli ijro etilgan. Sevara Nazarxonda ham Sevaraxonni konsertda alohida o'zlari aytganlar. Rashid aka ham alohida bo'lib qolsalar, Sevara yonlarida bo'lmasalar, alohida o'zlari aytadilar. Bu qo'shiqni studiyada yozgan paytimizda klip ham olingan. Shunaqangi vaqtimiz yetmagan. Sevaraxon как раз to'ylari arafasida edi. Makiyajlarni proba qilib keluvdilar. Как раз mana tayyorsan deganman. O'sha payt klip olganmiz, juda ajoyib paytlar edi, juda chiroyli, qiziqarli. Bir kam dunyoning qiziq voqealaridan biri chiqib bo'lgandan keyin kinomiz tomoshabinlar uchrashuv bo'ldi-da. Anaqa ssenariy muallifi deb meni chaqirishganda, men endi 33 yasharli ayol edim. Sahnaga chiqsam, ayollar rosa anaqa hayron bo'lishgan. Ayol chiqadi deb o'ylashsa, yosh qiz chiqqan, falsafiy narsalar ko'tarilgan, shunaqa hayotiy masalalar ko'tarilgan. Qanaqa qilib siz yozgansiz deb nima deyishni ham bilmaganman, chunki bir kam dunyo qanaqadir tomosha qilib, kuzatib, odamlar hayotini, odamlarning anaqasini, xarakterini, dunyoqarashini, o'shani men anaqaga qog'ozga yozib chiqarganman. yoritib bergansiz. Haqiqatan ham Bir kam dunyo shu xurramlik ham qayg'umda birga turar. Bir kam dunyo, bir kam dunyo, yaxshilik va yomonlik mudom maqsad surar. Bir kam dunyo sinovingdan o'tishga har
Madina Voy, opa, ana assalomu taomlarimiz alaykum. ham Qilgan tayyor taomlarimiz mana tayyor Ajoyib bo'ldi. chiroyli taom bo'lib chiqdi. Keling, Ular Alijon, siz Qo'llagan ham. sizga ham qo'yib beraman. Qo'llaringiz dard Rahmat. ko'rmasin Alijon. Keling, o'tiring siz ham. Hozir O'zingizchi? O'zingizga ovqat. o'zingizga olib kelmadingizmi? Yo, oshxonada turib Voy. o'sha deb Xuddi qoladi. shunday, ana hidlar tayyorlaganimizda hidlariga o'zi biza Qo'yib qolasizlar. Ha. Mana shu kunlarda bolalar uchun yozayotgan asaringiz. Hozirgi chiqqan mana shu kitob turkumi ekologiyaga bag'ishlangan 4 ta kitobdan iborat. Har bitta kitobda qanaqadir mavzu ekologiyaga tegishli muammo ko'tariladi. Ertak darajada juda yengil anaqada formatida bolalarga tushuntiriladi. Bolalar juda qiziqadi, lekin kitob ham kam deyman. Bolalar harakatga o'rgangan. Shu kitoblar orqali biza eko harakat bolalar uchun eko harakat ham boshlaganmiz. 3 yil mobaynida biza daraxt ekamiz, chiqindiqlarni saralaymiz, foydali master-klass o'tkazamiz. Bolalar bilan birga mana yilning oxirida bizani mukofotimiz bor. Eng aktiv bolalarga biza qahramon plashini kiygizamiz. Juda ham ajoyib. Bitta kichkinagina kitob orqali bir katta harakatga aylanib ketdi. Bu kitoblar уже 7 ta tilga tarjima qilindi. Qiziqish juda katta. Judayam Hozir zo'r. yangi turkumlarni boshladim. Bu turkumlar qiyin ahvolga tushib qolgan bolalarga bag'ishlangan, boshqa turkum inklyuziv bolalarga, nogiron bolalarga bag'ishlangan, chunki ular ham O'zbekistonning fuqarosi kelajagi, ular ham aktiv darajaga olib kelish kerak. Uchinchi turkum bu emotsional intellektga bag'ishlangan. Madina opa, salatlardan boshlaymiz. Alijon chiroyli qilib o'zlari qilyaptilar bizani. solib beradilar likopchalarga. Ajoyib deb nomlangan salatni hozir tatib ko'rish navbati keldi. Juda qiziqib ketyapman nomidan. Kuniga nechta taom tayyorlaysiz Alijon shu restoranda? Sanoqli yo'q lekin mana. Erkaklar oshxonada bo'lsa ovqat tayyorlashsa-chi hech qachon ekonom qilishmaydi. To'ppa-to'g'ri. Mana shu gapingiz to'ppa. Qozonga solinayotgan narsa eng zo'ri bo'ladi. Hech qachon anaqa me'yorini nima qilishmaydi. To'ppa-to'g'ri, Eng shunaqa. zo'rini qancha kerak bo'lsa. Shunaqami, Alijon? Voy, anaqada. O'shancha anaqa mazasi boshqacha bo'ladi. Katta rahmat, ajoyib, chiroyli. Qani? Oling, Madina opa. Rahmat. Bismillah deb. Buni nimadan boshlasam ekan? Qancha aralashtirish kerak birgalikda. Apelsin bilan lavlagini birlashtirdim. Bismillah. Endi lag'mondan tatib ko'ring. Rostdan ham zo'r pishgan. Chista al dente bo'ldi. Semirmaslikka qo'rqish kerak emas. Al denteda pishirsangiz hech qachon semirmaysiz. Xamirimiz tirikroq bo'ladi. Tirikroq bo'lsa, 70-80% pishirilgan. Juda zo'r pishgan. Go'shti ham juda yumshoq, tatib ko'ringlar. Vitaminlar Albatta tatib ozuqalar ko'ramiz. bo'ladi. Albatta organizmlarimizga. Chunki bolgarskiylarimizni qovurib olsak, vitaminlar qolib ketadi. Bo'ladi. Buni al dente qilganimizda vitaminlar saqlanib qoladi va vitaminlar organizmga saqlanib, organizmga juda ham foyda bo'ladi. Unaqada men sizga taqdim etilgan sovg'ani qabul qiling. Alijon, marhamat. Sovg'a ham bormi? Rahmat sizga ham Men kattakon. sizga sovg'a olib kelishim kerak edi. Ochib Chunki juda ko'ribsizmi? qiziqarli. Nima bor ekan? Ko'rsatuvga taklif qildinglar. Etno choyxona, Turon. Voy, bu anaqa подарочный sertifikat. Voucher. Voucher, подарочный voucher. 1 million so'mga bitta ovqatlansa bo'ladi Kelib, oilangiz bilan, xolangiz, o'rtoqlaringiz bilan Albatta kelamiz, oilaviy. rahmat. mazza qilib, mazali taomlardan iste'mol qilib dam olib Rahmat, ketishingiz mumkin. katta rahmat. Restoranni o'zi bir ajoyib, kirgandan atmosferasi yoqimli, taomlari undan ham yoqimli, undan ham ajoyib. Qalbing solih bo'lsa, aqling go'zal bo'ladi. Fikring to'g'ri bo'lsa, so'zing shirin bo'ladi. Ana shunday e'tirofga mos ijodkor Madina Mo'minova bo'ldilar. Rahmat iliq so'zlaringiz uchun. Aziz tomoshabinlar, shu ko'rsatuvga chaqirganingizga juda minnatdorman. Katta rahmat. Sizga rahmat Ajoyib kelganingiz uchun. oshpazimiz Alijon, bilan sizga ham rahmat. va tanishganimga, chiroyli restoranlarda birgalikda taom pishirganimizga katta rahmat. Men hammaga omad tilayman. Hamma yurtimiz tinch bo'lsin. Hammani oilasiga men baxt va saodat tilayman.
bolalarimizni rohatini ko'rib Ilohim, yuringlar. aytganingiz Albatta bolalarga kitob o'qittiringlar. Albatta, ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, omon bo'ling. Rahmat. Apelsin va lavlagili salat. Kerakli masalliqlar: 100 gram bassay, 60 gram qaynatilgan lavlagi, 80 gram apelsin, 50 gram pishloq, 30 gram bodom yog'i, 20 gram kashnich, 50 gram apelsin sousi. Udon lag'moni taomi: 60 gram lag'mon, 60 gram go'sht, 30 gram qizil bulg'ori, 30 gram sariq bulg'ori, 30 gram ko'k bulg'ori, 30 gram qizil piyoz, 20 gram kunjut yog'i, 20 gram kentman sousi, 10 gram teriyaki sousi, 15 gram quritilgan garimdori.